Bu yerlar qo'rqmaydiganlar uchun moslashgan. Bu yerda jarlik tomonga osilib yasalganlardan mehmonxona qatori foydalanishadi. U Peruning tog'li hududidagi Urumbabada joylashgan. Skylodge 3 kapsuladan turadi. Har biri o'z oldincha nomerdan uxtovchi bo'lmalari bilan jasallangan. Undan tashqari har bir xonada yuvinish xonasi bor. Shu bilan birga taom tayyorlash uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Elektr energiyasi esa quyosh nuridan olinadi. Kapsulalar 400 metr balandlikdan jar tomonga yo'naltirilib yasalgan. Бұл жерде абдан ыңғайлуу экен. Уктоочу бөлмөсү, дегеле баары сонун. Эң мыкты сезимдерди жаратат экен. Коопсуздук чаралары жакшы каралыптыр. Жогору чыгып баратканда мындагы уюштуруучулар бардык шарттарын түшүндүрүп беришти. Биз 4 киши болуп келгенбиз. Бийикчеге чыгууда коркуу сезимдер болду. Бирок баарын жеңип чыктык. Jar bag'ridagi xonalarga borish uchun bir qancha murakkab yo'llardan o'tishlari darkor. Mehmonxonalarni qabul qiladiganlar hududgacha poyezd bilan, undan nari esa bir necha balandliklarni ortda qoldirishlari kerak bo'ladi.